Bu film zo'rlangan ayolning eng dahshatli qasosi qanday bo'ladi degan savolga javob beradi. Filmda bitta model qiz bo'lardi va uni 3 ta aka-uka fotograf manyaklar o'g'irlab ketib, bitta shaharga olib borib yerto'lasida saqlashadi va uni kunlar davomida qiynab, zo'rlab kelishadi. Amallab qiz u yerdan bittasini urib qochib ketadi, yolg'izligidan foydalanib. U qiz borib politsiyaga bu narsani aytib beradi va u yerda bitta advokat ayol kelib, "Senga yordam beraman, meni ham boshimdan bunaqa narsalar o'tgan" deb u qizga g'amxo'rlik ko'rsatmoqchi bo'ladi va u qizni uyiga olib ketadi. Qiz ayol bilan birgalikda uyiga borsa, ne ko'z bilan qarasaki, yana boyagi 3 ta marazlar bo'ladi. Keyin biladiki, ma'lum bo'lishicha, mana bu ayol o'sha 3 ta manyakni onasi bo'ladi. Undan tashqari politsiyadagi erkak ham o'sha 3 ta manyakni otasi bo'ladi. Keyin esa qizni shunchaki tobutga joylab, tiriklayin ko'mib yuborishadi. Qizni omadi kelib, u ko'milgan joy kanalizatsiyaning ustida bo'ladi va qiz kanalizatsiyaga tushib ketadi. Keyin esa u bitta qasos olishni boshlaydi o'sha oiladan. Uni qanaqa qiynagan bo'lsa, u ham boshqalarni shunday qiynashga o'tadi. Bittasini yuzlarini kesib tashlab, unga axlat suradi va shunchaki chirib o'lishini tomosha qiladi. Bittasini umuman dahshatli tarzda o'ldiradi. Otasini tok urgizib o'ldiradi va anavi onaxonni ham ushlab kunini ko'rsatadi. Bu film juda ham brutal kino, qonli, vahshiy va 21+ kino. 21 yoshdan kattalar ko'rishi kerak. Agar ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu kod orqali profilimdagi linkdan o'tib yuklab olsanglar bo'ladi.